Salam aziz qarindoshlar. Men Tahirjon. Ko'rayotganinglar Uyg'ur agentligi boshqurishidagi YouTube kanalimiz. Bugun o'zimcha mushu Ukraina masalasi haqida to'xtalg'im keldi. Ukraina 2022 yılı 23 fevralda Rossiya Ukraynaga tajovuz qilgandan hozirgacha izchil Uyg'urlar intayin ko'ngil bo'lgan muhim qiziq va muhim temalar birisi bo'lib keldi. Bugun to'xtalmoqchi bo'lgan asosliq gapim Uyg'urlarning Ukrainani qo'llash, ko'ngil bo'lish masalasi haqidagi o'ylaganlarimni degunga qoldi. Oldi bilan Uyg'urlar Ukrainaga haqiqatan g'oyat zo'r bir qiziqish ichida qaradi, qo'lladi, ma'naviy jihatda, bu sosyal medyada Uyg'ur tilida ko'p inkaslar yozdik, qo'lladik, yestashlik qildik. Bunun nurg'un sabablari var. Oldi bilan Ukraina xalqi bir inson bo'lishibdi bilan o'zining davlatiga qilingan tajovuzchilik, urush jinoyati, o'zining xalqining qirg'in qilishi degan bu masalada inson bo'lishibdimiz bilan ular duch kelgan bu xil qiyinchilikqa biz ichimiz og'ridi deb o'ylayman. Ko'nglimiz yerim bo'ldi, yestashlik qildik deb o'ylayman. Bu insonlar bo'lish bir o'rtaq bir taraf. İkincisi Ukraynalıklarınki mushu urushdagi jangovarligi, qaysarligi, Ukraynaniki prezidentidan tortib toki ommasigacha, qari onalar, yosh balalar, kichiklargacha, ayollargacha hammasi jangovarlarda turib o'zining davlatini qo'g'dash uchun haqiqatan zo'r bir fidokorlik ko'rsatdi. Bu nuqtadan olgan chog'da bu Uyg'urlarniki Ukraina xalqiga havas qilish, qiziqish, qo'llashninki muhim bir sabablardan birisi bo'lib qoldi deb o'ylayman. Uchinchi sababni olgan chog'da Xitoy Ukrainaga tajovuz qilgan Rossiyani ham diplomatiya, ham tashviqot, ham iqtisodiy jihatdan qattiq qo'lladi. Bu qo'llash sabab bilan bizda shakllangan bir ong dushmanimiz bo'lgan Xitoyning do'sti bo'lgan Rossiya albatta bizningmi dushmanimiz bo'ladi albatta. Chunki Rossiya meni tarixiy jihati bo'lsin yoki bugungi xalqaro diplomatiya sohasida bo'lsin, Xitoyni intayin himoya qilgan, g'arbga qarshi qo'llagan bir davlat bo'lishibdi bilan Rossiya Xitoyning ittifoqdoshi, Xitoyga nurg'un harbiy texnikalarni bergan. Xitoyning bugungi kuchlanishida Rossiyaningki g'oyat zo'r ta'sir kuchi bor, roli bor. Bundan boshqa Rossiya Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa nurg'un xalqaro sahnalarda Xitoyning vatanimizdagi xalqimizga qaratgan irqiy qirg'inchiligini Rossiya izchil inkor qilib, Xitoyni qo'llab kelyotdi. Bu nihoyatda muhim bir nuqtalarning birisi. Bizningki Rossiyaga qarshi holda Ukraina xalqini qo'llashimizning yana bir sababi. To'rtinchi muhim sababimiz xalqaro to'lqinmo insonlarningki bir xalqni qo'llash-qo'llamaslikka ta'sir ko'rsatadi hamda. Butun dunyoda erkinlikni so'ygichi har qanday bir inson bir xalqning o'zining davlatidan ayrilib, xonavayron bo'lib, oilasidan, yurtidan vayron bo'lib, musofirchilik qilishini, vayron bo'lishini qat'iy xohlamaydi. Bu nuqtadan olgan chog'da Ukraina xalqi haqiqatan shu xalqaro qo'llashga erishdi. Bu tashviqot mediada bak zo'r xabar qilindi. Bu albatta bizningki Uyg'ur qarindoshlarimizga bak cho'ng ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu shu Uyg'urlarningki qo'llashiga ta'sir ko'rsatgan omillarningki birisi hamda. Ammo bizning qo'llashimiz biz qanday qo'llay olamiz degan bir masalaga bak bog'liq bo'lib qoladi. Chunki bizda qo'llash iqtidorimiz, bizning qo'llash niyatimiz bo'lgan taqdirdami, uni qo'llash haqiqatan to'g'ri ekan degan taqdirdami, bizning qo'llash iqtidorimiz cheklik. Ya'ni bizda davlat apparati yo'q, g'oyat zo'r moliya kuchi yo'q, bak cho'ng fidoyilar qo'shuni yo'q. U yerga berib
xalqqa yordam beradigan, mayli insonparvarlik bo'lsin, mayli amaliy urush maydonidagi yordami bo'lsin, bu jihatda bizning hech qanday bir kuchimiz yo'q. Ama şu noktada ağan çağda xalqarada nima uchun bizning yordam berishimizningki bir qimmati, ahamiyati bor deyilsa, bugun Ukrainaga butun dunyo bo'ylab ko'ngil bo'lyotidi, ahamiyat beryotidi, qo'llayotidi. Mushta ahamiyat, mushta bir paytda haqqoniyatchilar, insonparvarlar, tinchlikparvarlar Ukraina tarafda turyotidi. Razillar, jumladan Xitoy, Şimali Koreya, Venezuela qatorliq razil davlatlar Rossiya tarafida turyotidi. Yani bir davlatni urush patqizayotgan bir faşist bir davlatni qo'llayotidi. Bu nuqta olgan chog'da Amerika va Yevropadagi bütün medialar, kuzatuvchilar, akademiklar, hatto davlat apparatlari qaysi millatning, qaysi xalqning, qaysi tashkilotning kimni qo'llayotganligi, qanday qo'llayotganligi qattiq diqqat qilyotidi. Men oldingi kuni bir ikki amerikalik bilan, ular bir akademik amerikaliklar, hukumat kishilarga akademiklar, shular bilan suhbatda o'tirib paranglashib qoldik. Ular mendan so'radi Uyg'urlarniki shu Ukraina masalasidagi ifodalarini. Men albatta bizning xalqimiz Ukrainaga o'xshash zulm uchragan bo'g'achi qattiq ko'ngil bo'lamiz. Biz irqiy qirg'inchilik bilan mustamlikachining qurboni Ukraina xalqi bo'lsa, urushning, tajovuzchilikning qurboni, bu jihat bizning o'rtoqligimiz bor. Onun ustiga Xitoy Rossiyani qo'llayotidi. Ukraina xalqi bizningki do'stimiz desam, mushu ashla deydi hamda. Bu xil narsalar ingliz tilida ko'plab yozilishi kerak. Uyg'urlar o'ziningki Ukraina bilan bir taraf turganligini ko'plab ta'kidlashi kerak. Buning ahamiyati bek zo'r deganni menga ta'kidladi. Men buni o'ylab to'g'ri, biz haqiqatan shunday qilishimiz kerak deb o'yladim, ammo men buni o'ylashdan burunlanmi, shu urush bo'lgandan tortib hozirgacha men Twitterda ingliz tilida nurg'un narsalarni yozdim, tarqatdim. Rasm bo'lsin, video bo'lsin, Ukraina xalqi turganligimizni ifodalab keldim. Andikin ma o UHRP'den Ömer Kınat Efendi Amerika'nınki dağınlık siyaset jurnali, diplomat jurnalda Uygurlar Ukraynalılarla birlikte turdu deb bir program işlepti. Bu programı nayetde yaxşı görülüşke erişti. Makale ilan qıptı, obzor ilan qıptı. O obzormu köp görüldü. Andikin Salih Hudayar birodarimizningki Sharqiy Turkiston sürgündü hükümeti ve Milliy O'quv Şirkati bayonot beribdi. Bu bayonotmi ingliz tilida ko'p taqilibdi. Buning ahamiyati bek zo'r deb o'ylayman. Endi demakki har qanday bizningki bu shundaq zulmga uchrag'uvchilar bilan birga turganligimiz haqidagi bayonotimiz boshqa millatlarningmi diqqatiga, ahamiyat berishiga qattiq zarur bo'lgan, ular lozim deb qaraydigan bir tema deb qarayman. Chunki biz zulmga uchrag'uvchi, biz doim kishilardan boshqalar bizga yordam qilsa bo'ldi deb o'ylaymiz. Ammo bizdan hech qanday cho'ng kuch ketmagan ahvolda bizningmi ular bilan turishimiz, hech bo'lmasa sosyal mediada, xalqaro tillarda bayonot berishimiz, qo'llashimiz bu bir ahamiyatga ega deb o'ylayman. Bu vaqtda ko'p narsalar berilyotdi. Uningdan boshqa hamda bu Rossiyadan biz bo'libmi Putin hukumatidan bir umid kutadigan hech qanday bir o'rinimiz yo'q. Putin hamon shiqiladi bu qitimliq urush g'oyat zo'r, balay afat, mayli iqtisod, harbiy, insonparvarlik jihatdan bek cho'ng afat olib keldi. Yevropaliklar, G'arb, Amerika Putinni hargiz bo'sh qo'ymaydi. Hozirning o'zidan bir haftaning ichida urush boshlanib, Rossiyani iqtisodiy jihatdan palachaga keltirib qo'ydi. Hatto Rossiyaningki chet ellardagi barliq mol mulkini to'nglatdi. U savdo qilib bo'lmaydi. Xalqlar aeroplan bilan Yevropaga, Amerikaga ucholmaydi. Dunyoning danglik shirkatlari chekindi. Import, eksport qilish mumkin emas. Ya'ni dunyodan biraqlam ayrildi. Tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada Rossiya yetim qoldirildi. Buni Putin o'ylab baxmagan ekan. Xitoy o'ylab baxmagan bir xil
ish bo'ldi. Xuddi Ukraina xalqiniki bu qadar qattiq qarshilik ko'rsatib, Rossiya armiyasiga g'oyat zo'r ig'ir talafot keltirganligini Rossiya va Xitoy o'ylamaganga o'xshash dunyoning, Yevropaning, Amerikaning, G'arb dunyosiniki bu qadar ittifoqlashib, Rossiyaga g'oyat zo'r embargo va iqtisodiy jazo keltirganligini dunyo o'ylamagan. Bular Rossiya o'ylamagan. Shunga uzun muddat o'ylagan vaqtida Putindan yordam kutish yoki Putinni ittifoqlash deb qarash bu intayin ahmoqonalik, axloqsizlik. Yiroqni o'ylagan vaqtida albatta Rossiya degan davlatni hech kim o'ziga dushman qilishni xohlamas mumkin. U ayrim bir tema. Ammo hozirgi urush jinoyatchisi faşist bir hukumatni cho'qim ayblash, qattiq tanqid qilish bu zarur. Bunun ustiga Xitoy bar kuchi bilan Putinni iqtisodiy, harbiy, diplomatiya jihatdan qo'llayotdi. Bunga butun kuchimiz bilan qarshi turish bizning mas'uliyatimiz deb o'ylayman. Sen o'zing nima qilding desanglar, bayatın deganimdek men shu Twitterda nurg'un narsalarni yozdim, e'lon qildim. Biz bir ikki parcha obzor e'lon qildik. Uyg'urlarniki Ukraina xalqiga bo'lgan ko'ngli haqida. Men bir ruscha qisqa video so'zlab e'lon qildim. Ondan keyin shu tünügün yakshanba kunisi Ukraina Amerikadagi Ukraine USA degan tashkilot bilan United Help for Ukraine Ukrainaga birlashma yordam berish degan ikki tashkilotning taklifi bilan Aqsrayning oldida o'tkazilgan Ukrainani qo'llash namoyishida men so'z qildim, 5 minut so'z qildim. İngilizce ve Rusça sözüldüm. Men burun Rusça öğrengen, işletmeyle uzun bo'lgan tekrar qilib Qozog'istondagi tuqqanlarimizningki texmo talaffuzini yaxshilashga yordami bilan texmo tayyorlik qilib qisqa Rusça 1 minut Rusça 4 minut İngilizce so'zlab e'lon qildim. Shunda xo'sh bo'ldi ular. Uyg'urning masalasini anlattım shu banada. Xitoyning qirg'inchiligini lekin Xitoyning Ukraina xalqiga qartilgan Rus tajovuzchilarini iqtisodiy va harbiy jihatda, diplomatiya jihatda yolg'on uchurni tarqatmaslik jihatda to'xtatishning lozimligini ta'kidladim. Dunyo xalqi bugungidek Rossiyani yolg'iz deb o'ylamay, Xitoy ittifoqdoshi ekanligini cho'qim bilish kerak. Buning ahamiyati pek zo'r. Bu nuqtadan olgan chog'da tashviqotda biz bugungidek dunyo bilan o'xshash bir safda, o'xshash bir maydonda tura olsak, bunun ahamiyati biz uchun pek zo'r deb o'ylayman. Qarindoshlar, bu rasmlar orqali, yaxshi, go'zal rasmlarni lohiyalash orqali Uyg'urlarningki Ukraina xalqi bilan birga turganligini lohiyalab bo'ldi. Yiziqdan ko'ra rasmlarningki ko'rilishi, taqilishi g'oyat zo'r. Bu ishmo bizningki Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish, Xitoyningki vatanimiz Uyg'ur davlatiga bo'lgan mustamlikachilik tarixi va jinoyatini dunyoga bildirishdimi pek ahamiyatga ega. Dunyoda haqiqatan haqqoniyatchilar bilan bir o'rinda turish intayin muhim. Men buning oldida nurg'un boshqa millatlarga bo'lgan faoliyatlarga qatnashdim. Masalan, Falastin xalqining namoyishlariga qatnashdim. Bundan boshqa Shimoliy Koreya xalqining namoyishlariga qatnashdim. Andan keyin Kashmir xalqining namoyishiga qatnashdim. New Yorkda o'tkazilgan namoyishga qatnashdim o'tgan yili. Shimoliy Koreyaning 2019-yili DC'da Washington o'tkazilgan namoyishga qatnashdim. Falastin xalqining 2019-yili yil beshida Towson universitetida o'tkazgan bir cho'ng leksiya markazida Falastin xalqining ahvozlarını anlagach, Uyghur xalqining ahvozlarını anlatib qildi. Yani demek dünyanın her qaysi yerlerdeki zulüm uçurguçlarınki bir safda turishi bu intayin zarur. Haqiqatan bu bek nazik mesele ba'zida. Ammo haq-naq meselesi kelgan vaqtida, insonparvarlik meselesi kelgan vaqtida o'zimizning manfaatimizni dunyoning umumiy liniyasiga bir safga keltirish intayin muhim. Yani menfaatini o'ylab qalsak, albatta insonparvarlik, siyosatda to'g'ri bo'lish, politically correct ve onun başka sağlam bo'lgan yo'nalish deb atayli
sağlam umumiy yo'nalishdan boshqami xalqlardan basab turish Uyg'urlarning siyosiy manfaatiga uyg'un. Bugünkidek shu butun dunyo, Yevropa, Amerika Uyg'urlarni qo'llagan shu saf bilan basab turishmi haqiqatan bir sharaf. Unisiga Birlashgan Millatlar Tashkilotida Rossiya bilan birga tura olgan davlatlar yo'q. Asosan Rossiyaning tajovuzchiligi to'g'ri deb oshkor qilgan bir davlatlar Shimoliy Koreya, andan keyin Venezuela, mush ikki davlat ochiq oshkora qo'lladi. Qolgan davlatlar asosan betaraf turdi yoki aybladi. Ko'p davlatlar aybladi. Shunga biz bu jihatda Ukraina xalqiga hech bo'lmasa iqtisodiy jihat, moddiy jihatdan yordam qilmasakmi, sosyal media orqali, bayonotlar orqali bayonot berganimizning o'zi ahamiyati g'oyat zo'r deb o'ylayman. Ko'pchilikka rahmat.